Shunday ekan, ana endi Dadajonga chiroyli rahmatlarni qizlardan eshitamiz. Kelinlarmi? Qizlaridan, ha? Demak, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, marhamat. Sizni yaxshi ko'raman. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun dadajonim tug'ilgan kuni ekan. Men chin qalbimdan tabriklayman. Oilam nomidan. Dada yuzlarga, minglarga kirib bering. Ayam yonida doim sog'lik bering. Bizning vaqtimizga bu yoshlar ko'pini ko'rib bering. Sizga rahmat. Ana endi Darajoni bitta quchoqlab qo'ymasak bo'lmaydi. Qarsiylar. Albatta, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Dadam tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib yuring. Bundan yoshlik ko'ngil ko'ring ayam bilan. Sizni akamga qo'shilaman. Hajlarga jo'nash nasib qilsin sizlarni. Hammaga rahmat. Dadajonimni tabriklayman. 100 yoshlarga kirib yursin. Nasib bo'lsa 100 yoshlarda yana mana shunday tabriklar qilaylik. Ko'pchil bo'lib hammamiz yana shunday qutlaylik dadajonimni. Ayajonim ham 100 yoshlarga kirsin, sog' salomat bo'lsin. Ko'paysa ko'payik, hech qachon kamaymayik. Sog' salomat bo'linglar. Bizlar sizlarni yaxshi ko'ramiz dadajonim, ayajonim. Bitta qarsilar chalib qo'yamiz. Kattakon rahmatlarni so'raylab qo'yamiz. Bitta narsani bilinglar, sizlar akajonlar, opajonlar eng baxtli farzandlar. Hamma ota-ukalar, mehribon ayajon, dadajonlar sizning yoningizda. Bugun ko'rdik, bitta to'y xizmatida bo'ldik. Yaqin do'stimiz otalari olamdan o'tgan. To'y tatimaydi. Yaxshi kun tatimaydi. Siz bilingki, dadajon, ayajon siz yodingizdami? Siz eng baxtli, eng baxtli insonlardansiz. Shunday ekan dadajonimizda umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Kattakon rahmatlarni aytamiz. Sizlardek farzandlar jamiyatimizda ko'payaversin deymiz. Ana endi bitta opajonlar, akajonlar davramizni bo'shatamiz. Qurol-qurolichalar qolishadi. Biz sizlarni hali yana chaqiramiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugun tug'ilgan kuning ekan, hamisha yo'ling farovon bo'lsin. Olgan qadaming qutlug' bo'lsin akajon. Uyingda to'yxona, muratxona bo'lsin. Faqat yaxshiligingni ko'ray seni. Hamisha sog' bo'lgin. Bizni so'rovchim, mehribonim, otajonimga urin, otajonim bo'lgin akajonim. Aynalib ketay sendan, birgilib jiray o'zingdan. Hamisha to'yxona, muratxona qilgin. Kelim bilan qo'sha qarib, farzandlarimga ko'zingni ko'r. Yana bir bor Asadullajon, ko'p bali yoshlarda Allohdan senga so'rayman. Hamda sog' salomat bo'lib bizlarni baxtimizda. Onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmaymi? Onajonimizga alohida kattakon rahmatlarni, originallarini so'raylab qo'yamiz. Bilingki, sizni onajoningizni o'rinlarini bosa oladigan insonlaringiz hali hayot. O'z onajoningiz hayotmi? Olamdan o'tganmi? Allohim joylari jannatdan bo'lsin, qabrlarini nurga tursin deymiz. Va albatta bilingki, onajonni, rahmatli onajonni hidlarini sog'ingan paytlar bo'ladi-ku, xumor tutgan paytlar bo'ladi-ku. O'sha paytlarda u hidni topish mumkin bo'lgan inson jannatning hidini o'rtirib turgan onajonlarimizda. Sizlar opa-singillar, to'g'rimi? Opa-singillarni bitta quchoqlaymiz, onajonimizni bitta
qolgan mehmonlar yana tayyor bo'lib turamiz. Birgalikda chiqib suratlarga tushamiz. Qani ketdi. Bor. Faqatgina daraja ejonlarimiz rostini aytadilar degan umiddamiz. Undan avval esa bitta narsani men sizga katta foizda ishonch bilan ayta olishim mumkin. Mana darajonimiz sovg'alarni olyapti. Tilaklarni eshityapti. Darajonimiz xursand, ko'ryapmiz. Lekin bu xursandchilikni haqiqiy kulguga aylantirishni uni men bilaman. Va bu usuldan, klassik usuldan foydalanamiz va onajonimizdan, Yulduz onajonimizdan yuragini egalaridan eng chiroyli emotsional tabriklarni birgalikda eshitamiz. Men ishonamanki, darajonimiz bo'ladi-yu, endi har ayolni, har erkakni boshida og'ir kunlar, kasalchilik deydi, boshqa narsa deydi. Darajon sizni yolg'iz qoldirmagan, to'g'rimi? Yoningizda bo'lganmi? Aningiz ham yonidan turib olamiz va birgalikda eng chiroyli tilaklarni chiqaramiz. Marhamat. Qarindoshlar, og'aynilar, hamisha sog' salomat yursin, bolalariga bosh bo'lsin, uzoq umr tilayman, baxtli bo'laylik bir umrga. Shu bolalarim, nevaralarim baxtiga sog' salomat bo'lsin, ikkimiz birga bo'lib, shularning rohatini ko'raylik. Bosh bo'lsin o'zimizga, bizlarga. Uzoq umr tilayman, baxtli bo'laylik. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Chiroyli tabrik bo'ldi, juda ham soddagina, kamtarona tabrik bo'ldi, lekin onajon bitta narsada bugun darajonimiz sizdan boshqa so'zlarni kutyapti. Kayfiyatni ko'taradiganlarini kutyapti. Qiynalsangiz onajon, men yordam qilaman, oxirini sizga qoldiraman. Kelishdik, oxiri sizdan. Bu yog'i mendan. Demak, 18 ming olam ichra sevgi deya atalmish shirin va og'riqli tuyg'u bilan yuragimni band qila olgan dunyodagi eng mard insonim. Farzandlarimning mehribon dadajonisi, nabiralarimning erkatoy buvijonisi, yuragimning haqiqiy egasi, meni hayotimdagi eng komil insonim, jufti halolim. Men sizni judayam qattiq Yaxshi ko'raman. Demak, a'lo kayfiyatda davom etamiz. Ana endi badiiy oqshomning eng kulginachyon qismlarida savollar bor. Onajonimizga 3 ta savol, dadajonimizga bitta savol. Onajonimizdan boshlaymiz onajon. Qani eslaymiz onajonim. Birinchi marotaba dadajonimizni qachon, qayerda, qanday holatda uchratganmiz? Birinchi marotaba. Qarang, mana hozir qorinlar paydo bo'lgan dadajonimizda. Sochlar to'kilgan, sochlar oqargan. O'sha payt ko'rinishlar qanaqa edi? Soch turmaklar qanaqa edi? Kiyinish stillar qanaqa edi? Image qanaqa edi? Birinchi savolimiz. Ikkinchi savolimiz, baribir endi o'sha paytlarda sizga dadajonimiz va'dalarni qo'p-qo'p bergan bo'lsa kerak. Yulduzxon, ishonmasangiz sizga oyna olib beraman, u yoqqa olib boraman, bu yoqqa olib boraman, Buni o'zingiz bilasiz onajonim. O'zi o'sha va'dalar bajarildimi yo'qmi? Bajarilgan bo'lsa necha bajarildi? 50 ga 50 mi? 60 ga 40 mi? 70 ga 30 mi? Faqat rostini aytamiz. Bugun sirlar bir ochilsa ochilsin.